Xullas qarindoshlar, sizlar uyda mazza qilib yotsanglar-yu, sizlarning o'rningizga hamma ishlarni aynan mana shunaqangi robot pilisos qilib bersa, nima deysizlar, a? Ha, yoqmay qolsin, qarindoshlar, kimga ham yoqmasdi bunaqa bo'ladigan bo'lsa. Biz g'atinda buni sinab ko'rish kerak. Deb turib qarindoshingiz o'shanga o'xshagan aqlli robot pilisosni eng zo'ridan Xitoydan zakaz berdim qarindoshlar. Qarindoshlar, Xitoyda robot pilisoslarning mana shunaqangi katta stansiyaligini narxi juda ham arzon bo'lar ekan, shu desanglar. Xitoydan aynan mana shu kattakon robot pilisosni atigi $260 zakaz qildim. Atigi $260 shunaqangi robot pilisosni olganimga o'zim ham ishongim kelmayapti, shu desanglar. Ham gilamlarni pilisos qiladi, ham pollarni shunaqangi chiroyli maydalab yuvagan. Xullas, uyingizda dangasa kelin bo'ladigan bo'lsa, bitta shu dangasa kelinga olib beradigan narsa ekan-da. Agarda Xitoydan zakaz qilsanglar, narxi ham unaqa qimmat emas-da. Polni tozalab yuvishini qarasanglarchi buni. Albatta sizni tini tinchimagan qarindoshingiz robot pilisosni sinash uchun polga to'kmagan narsam qolmadi-ya. Rezultatini o'zingiz ko'rib turibsiz-da, qarindoshim tozalab yuvib berdi-ya. Xullas qarindoshlar, aynan shu va shunga o'xshagan robot kelinlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoy narxida, ya'ni ancha-muncha arzon narxda zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Profilm shapkasidagi link orqali kirib, aynan mana shu yerda o'zingizni ismingiz va telefon raqamingizni qoldiring qarindoshim. Sizga operatorlarimiz qo'ng'iroq qilib, o'zlari ma'lumot berishadi.